Bugun masalan G'azzada, Shomda, qayerda bo'lsa ham ummat xorlanayotgan paytda moddiymi, ma'naviymi ularga yordam bermasdan, qo'l qovushtirib, ularni himoya qilmasdan o'tirganlar ko'rasiz, o'zlari ham xuddi shu holatga tushadi. Ularga ham hech qanday yordam beruvchi, himoya qiluvchi bo'lmaydi ularni. Kim yordam bersa, o'ziga yordam bergan bo'ladi. O'zini boshiga shunaqangi kun kelgan paytda Alloh unga ham yordam beradi chunki. Moli bilan yordam bergan, Alloh unga ham mol bilan yordam beradiganlarni chiqarib qo'yadi. Joni bilan yordam bergan, Alloh unga ham joni bilan yordam berganlarni chiqaradi. Tili bilan yordam bergan, himoya qilgan ularni, terrorist emas degan, Alloh unga ham ana shunday til bilan yordam beradiganlarni chiqarib qo'yadi. Hozir bir odamlar bor, mana shunaqa paytda bir musulmonning obro'si to'kilayotganda uni himoya qilish o'rniga qo'shib ushlab yomonlab o'tiradi. Nima qilaylik deydi endi siyosatda. Xuddi shu holat o'zing boshingga ham tushadi. Xotirjam bo'l. Nima qilaylik endi siyosatda deb seni ham shunday yomonlab obro'yini to'kib o'tiradigan odamlarni Alloh boshingga olib kelib qo'yadi. Salamun ala ghazzati samidin. Salamun alaykum wa ruhi ladaykum tutimmu sufufa humatil arin. Endi bundan olinadigan bandaning nasibasi birinchi o'rinda shirkdan, kufrdan, Allohning diniga amal qilmaslikdan ehtiyot bo'lish. Buni oqibati xizlon, ya'ni Alloh yordamsiz tashlab qo'yadi. Iblisga im qiladi Alloh. Iblis esa odamni yordamsiz tashlab qochadi. Va kana shaytonu lil insani khazula. Alloh aytadiki, shayton insonga xizlon qiluvchidir. Ya'ni senga ana shu kufr yo'liga kirishingda, shirkka kirishingda, bid'at, xurofot, fahsh munkarga kirishingda men seni yoningdaman deydi shayton. Olg'a biz birgamiz, biz yengilmaymiz. Mana balandparvoz gaplarni eshitasiz-ku. Lekin yarim yo'lga borgandan shayton seni tashlab qochadi. Rohib Barsisi qissasida buni aytib berdik. Kamasali shaytoni izqola li insani kufur. Shaytonning misoli shuki, insonga qarab kofir bo'l deydi-da, kofir bo'lgandan men sendan bariman deb tashlab qochadi. Badr jangida mushriklarni xuddi shunday qildi shayton. Men sizlar bilan birgaman, sizlarni yoningizda himoyachiman deb jangga kirgandan keyin men sizlar ko'rmaydigan narsani ko'ryapman deb mushriklarni tashlab qochdi. Hozir ham jang maydonlarida ko'rasiz, siyosat maydonlarida ham ko'rasiz. Shayton va unga ergashgan bu ins shaytonlar hammasi bir-birini yordamsiz tashlab qochadi. Bir askar yaralansa, uni ko'tarib ketishdi o'rniga kofirlarning askarlarining safida ko'rasiz, uni otib ketishadi. Musulmon odam hech qachon shunday ish qiladimi? Bir birodarni bor otib ketadimi chala-joy yotgan paytda? Yo'q. Kofirlarning askarlarida qarasang, ana shu xizlon filini ko'rasan, shunday borib yordamsiz tashlab uni otib ketadi. Siyosat maydonida ham ko'rasan, o'zi bilan birgalikda shu oshqatiq bo'lib yurgan siyosatchilarni qamoqqa tiqib ketishadi. O'zi bilan birga zulm qilgan, o'zi bilan birga yegan davlatni, lekin o'zini qutqarish uchun, o'zini ayblarini yopish uchun o'sha sherigini qamoqqa tiqib uni yordamsiz tashlab qochib ketadi. Yollanma qotillarda ko'rasan. Uni qo'li bilan qotillik qilib, keyin jinoyat ochilishidan qo'rqib, uni yordamsiz tashlab qo'yishadi, o'sha bilan u qamalib ketadi, yo'q bo'ladi. Fahsh munkar sohiblarida ko'rasan. Bir yigit bir qizni boshini aylantirib, undan foydalanib, ishi bitgandan keyin tashlab ketadi. Uylanaman deb va'dalar beradi, aldab suldab o'ziga kerakli narsani undan oladi-da, ishi bitgandan tashlab ketadi. U kelajagi nima bo'ladi endi? Homilador bo'lib qolsa tug'ilayotgan bola nima bo'ladi? Qizig'i yo'q. Subhanalloh. Tabiatda ona mehri aslida juda ham bir kuchli narsa. Uncha-munchaga u yo'qolmaydi, lekin fahsh bilan ona bo'lganlarda ko'rsa, nauzubillah, bolasini ham hatto yordamsiz tashlab ketadi. Zinodan homilador bo'lganlarda ko'rasan, yo bolasini oldirib tashlash payida yuradi, tug'ib qo'ysa tug'ilgandan keyin tashlab ketish payida yuradi. Yetimxonaga, masjidlar oldiga, ko'chaga tashlab ketadi. Hatto axlat qutisiga tashlab ketadi. Ko'ryapsanmi? Ona mehri aslida juda ham kuchli mehr, lekin harom bilan bo'lgandan keyin shayton aralashgan narsa va kana shaytonul insani khazula dedi Alloh. Shayton insonlarni shunday xizlon qiladi, ya'ni yordamsiz tashlab ketadi va keyin bu shaytonning gapiga kirgan odam ham atrofidagilarni hammani shunday yordamsiz tashlab ketaveradigan bo'lib qoladi. Xotinim bu, ya'ni o'ynashimi u, o'sha o'ynashdan tug'ilgan bolasimi u, yonidagi sherigimi, farqi yo'q. Hammasi bir-birini yordamsiz tashlab ketaveradi ular. Mana o'sha rohib Barsisi qissasida ham aytdik-ku. Tuppa-tuzuk rohib odam edi.
Bir qizni olib kelib akalari uni sen qarab tur deb qo'yib ketishdi. O'shani homilador qilib tug'dirdi, uni ham bolasini ham o'ldirdi. Dinidan ham voz kechdi, bolasidan ham o'sha unga berilgan omonatni ham yordamsiz tashladi. Hamma narsani tashlab, o'zi ham xor bo'lib, shayton ham uni tashlab ketdi oxiri. Hatto podshoh bo'lsa ham bular tashlab ketilar ekan, tashlandiq bo'lib qolar ekan. Qamoqlarda yotgan podshohlar bor. Qidiruvga berilgan podshohlar bor. Bir payt soyasiga ham salom berilgan odam, shuncha odam uni qanday yordamsiz tashlab qo'ydi? Chunki u Allohdan yuz o'girdi-da, Alloh uni yordamsiz tashlagandan shunday bo'ladi. Shaytonga yuzlandi, shayton uni endi yordamsiz tashlab qo'yadi. Ikkinchi nasiba kofirlarga xizlon qilishligi kerak musulmon kishi. Ahzob jangida Nuaym ibn Mas'ud radhiyallohu anhu islomga kirganlarida u kishi kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan maslahat so'raganlar, men nima foydam tegadi bu jangda endi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Xoddil anna mastata'ta fa innal harba xoda'a." Qodir bo'lganingcha bizdan kofirlarni ta'zil qil, jang chunki xiyla deganlar. Ya'ni kofirlarning yordamini bizdan uz degani. Bir-biriga yordam berishligini-da tafqil bizdan degan. U kishi shuni haqiqatan amal qilganlar, kofirlarga yordamsiz qo'yganlar. Qanday qilib Yahudlarga borgan mushriklar sizlar bilan ahdni buzyapti degan. Mushriklarga borgan Yahudlar sizlar bilan ahdni buzyapti degan. Shuni iplagan. Shu bilan keyin bir-biriga yordam berib turgan Yahud mushriklar bir-biriga yordamni tark qilib qo'ygan. Va bu mushriklar ittifoqi ahzobi jamoatlari parchalanishiga sabab bo'ldi va shu bilan musulmonlardan daf bo'ldi ular. Ana shu xizlan deyiladi. Kofirga yordamsiz qo'yish kerak. Unga yordam bermaslik kerak. Iqtisodiy yordammi, siyosiy yordammi, askariy yordammi, ma'naviy yordam, hammasi shunga kiradi. Masalan, bugungi kundagi boykotlar ham shunga kiradi. Kofirga yordamsiz qo'yish deyiladi. Yordam bermaslik uni iqtisodiga. Siyosat maydonida kofirlarning siyosatlarini ochish, ularni maqtamaslik, olqishlamaslik, tarqatmaslik, ularni shunaqangi bir maqtanayotgan siyosatlarini, ana shu ham yordamsiz qo'yish deyiladi. Askariy ma'noda ular safiga qo'shilmaslik, armiyasida ishtirok etmaslik, yordamsiz qo'yish. Hatto ma'naviy ma'noda ham, masalan, duo qilmaslik. Alloh yordam bersin deb ularning haqqiga duo qilinmaydi, kofirlar haqqiga, tog'ut zolimlarning haqqiga. Umrlari uzoq bo'lsin deb, sihatlari davom bo'lsin deb duo qilinmaydi. U yordamsiz qo'yish musulmonlardir. Uni yordamsiz qo'yish kerak, musulmon emas. Uchinchi nasiba, musulmonni yordamsiz qo'ymaslik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qaysiki bir musulmonni obro'si toptalinayotgan o'rinda, hurmati halollanayotgan o'rinda unga yordam bersa, Alloh unga yordamni yaxshi ko'rgan o'rnida Alloh unga ham yordam beradi. Qaysiki bir musulmonni hurmati toptalinayotgan o'rinda uni yordamsiz tashlab qo'ysa, albatta Alloh ham u nusratini yaxshi ko'rgan, xohlab turgan o'rnida uni yordamsiz tashlab qo'yadi deganlar. Ya'ni masalan bir musulmon yordamga muhtoj, moddiy yordamgami, ma'naviy yordamgami, uni odamlar tuhmat qilib obro'sini to'kyapti. Ana shu paytda sen qodirsan o'sha yerda moddiy yordam berishgami yoki bir ma'naviy yordam berib shu odamning obro'sini himoya qilishga nima deyapsizlar axir? Nimaga unday deysizlar? Unaqa emas-ku, deyishga sen qodir bo'lib turib, indamay o'tirsang, seni o'zingga ham bir kun shunaqangi holat keladi-ku. Sen o'zing ham yordamga muhtoj bo'lasan, moddiymi, ma'naviymi? Alloh senga mana shunaqa paytda yordam bermaydi ekan. Yordam bersang yordam beradi. Shuning uchun ba'zilar aytadi-ku, kelajakda sen qayerdan bilasan, qayerga qarab polachyapsan deydi. Mana shu hadisga qarab kelajakda nima bo'lishligini Allohning sunnatlaridan kelib chiqib gapirishligingiz mumkin. Bugun masalan G'azzada, Shomda, qayerda bo'lsa ham ummat xorlanayotgan paytda, moddiymi, ma'naviymi, ularga yordam bermasdan, qo'l qovushtirib, ularni himoya qilmasdan o'tirganlar ko'rasiz, o'zlari ham xuddi shu holatga tushadi. Ularga ham hech qanday yordam beruvchi, himoya qiluvchi bo'lmaydi ularni. Kim yordam bersa, o'ziga yordam bergan bo'ladi. O'zini boshiga shunaqangi kun kelgan paytda Alloh unga ham yordam beradi chunki. Moli bilan yordam bergan, Alloh unga ham mol bilan yordam beradiganlarni chiqarib qo'yadi. Joni bilan yordam bergan, Alloh unga ham joni bilan yordam berganlarni chiqaradi. Tili bilan yordam bergan, himoya qilgan ularni, terrorist emas degan, Alloh unga ham ana shunday til bilan yordam beradiganlarni chiqarib qo'yadi. Hozir bir odamlar bor, mana shunaqa paytda bir musulmonning obro'si to'kilayotganda uni himoya qilish o'rniga qo'shib ushlab yomonlab o'tiradi. Nima qilaylik deydi endi siyosatda. Xuddi shu holat o'zing boshingga ham tushadi. Xotirjam bo'l. Nima qilaylik endi siyosatda deb seni ham shunday yomonlab obro'yini to'kib o'tiradigan odamlarni Alloh boshingga olib kelib qo'yadi. Shuni bilginki, sen bir musulmonga yordam bermasang, u musulmon Allohga taqvo qilsa, baribir buni zarar tegmaydi, sen o'zingga zarar tegadi. Buning tasdig'i Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ummatimdan bir toifasi haq ustida zohir bo'lib bardavom bo'ladi.
La yadurruhum man khazalahum va la man khalafahum. Ularni yordamsiz tashlab qo'yganlar ham, ularga muxoliflar ham ularga zarar tegmaydi deganlar. Ko'ryapsizmi? Demak, yordam bermagan odam u yordam bermayotgan odamiga zarar qilmayapti aslida. Haq ustidagi odam hech kimga yordam bermasa ham Alloh unga yordam berib yo'lda davom etaveradi. Yordam bermagan odam o'ziga yordam bermayapti. O'zini yordamsiz tashlab qo'yayotgan bo'ladi. Bugun bir musulmon qamalsa, ana shunda ham ko'p odamlarda xizlon sifatini ko'rasan. Axir men odam qamalib qopti, kelinglar hamma qo'ldan kelganini qilsin. Pul to'playlik shuni qamoqdan chiqarishga. Kimdir tili bilan himoya qilsin. Masalan, advokatlik qilsin borib, bu odam unaqa odam emas deb. Kimdir tanish bilishi bor, o'rtakashlik qilsin. Ishfa'u tujaru Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'rtakashlik qilinglar, ajr olasizlar deganlar. Desang, yo Alloh yordam bersa endi, hozir aralashsak bizda ham boshimiz baloga qolib ketadi deyshadi. Sen shu yordam bermay boshing baloga qolmaydi deb o'ylaysanmi? Nima? Bir insonga faqat o'zini ixtiyori bilan shu balo keladimi? Shu jazo yoki shu sinov keladimi? Yo'q. Masalan, qamoq sinovi hech kimning o'zini ixtiyori bilan kelmaydi unga. Hamma men qamalmasam deydi, lekin keladi shu narsa, to'g'rimi? Sen qanday xotirjam bo'lasan? Sen ham o'zing istamasang ham bir kun shu kimnidir tuhmati bilanmi, kimnidir chaqimchiligi bilanmi seni boshingga ham shu balo kelib qolishi bor-ku. Bu birodaringga yordam bermasingdan ham yo'q narsaga shu balo boshingga kelishi ham bor, to'g'rimi? Albatta. Hech kimni yo'q deya olmaydi, bor bu narsa. Ayniqsa musulmon kishi hech qachon bu narsadan xoli emas, bu sinovdan. O'sha paytda keyin sen ham to'rtta devorda ichida o'tirganingda panjara ortida sen ham yordam istaysan. O'sha paytda senga yordam, ya Alloh deb qo'lingni osmonga cho'zganingda, shuni bilginki, bugun ofiyatda yurganingda o'shanday deyotganlarga yordam berganing bo'ladi. Aks holda o'sha yerga kirib olib keyin, "Ey ummat, qanisizlar" deysan, o'zing qayerda eding? O'shanday deb qichqirayotganlar o'sha yerda o'tirgan paytda. Alloh yordam bersin deb yuruvding, hech narsa qilmasdan. Alloh yordam bersin ham demaydi hattoki-da ba'zilari. O'zidan bo'lib battar bo'lsin deydi. Tinch yurish kerak edi deydi. Bunaqa odam yosh dunyoda, yo oxiratda ertaga o'zi ham bundan battar holatga tushadi albatta. Musulmon yordamsiz tashlab qo'ygan odam hech qachon o'zi yordamga erishmaydi. Bu xudbinlik deyiladi-da bu. Odam faqat o'zini o'ylashi. Dunyo go'yoki dunyoni u ushlab turibdi, u kishi kerak. Boshqalar baloga giribdor bo'lib ketaversin, bu kishi omon o'tirish kerak. Aralashsa bu kishining boshiga balo kelib qoladi. Ha, balo kelsa keyin bu kishi dunyoni ushlab turibdi-da endi. Kim ushlab turadi keyin dunyoni? Ana shunaqa his qilishda o'zini bu inson.